Assalomu alaykum. Sizlarga Asarti 84 bola, chiroyli o'yin va chiroyli kontent Asarti 84 bola. Tak. Kuponni ko'rdinglar. Boya birinchi raundda 31.5 baland bo'ladi dedim. Ya'ni tushunmadi. Natijani ko'ramiz bolalar. Ajoyib. Ko'rdinglar? 34 даже. Historiyaga qaytamiz. G'alaba ko'rdinglar bolalar. Keyingi raund yana bir ko'rsatdik sizlarga. Bu safar juda ham tez shafqatsiz bo'ldi jang. Tak, raund 3. 3 ga o'tamiz. Yana 48.5, yana 31.5, yana 31.5 ga tikamiz. Qabul qilindi. Ajoyib. Yaxshi, yutdik bolalar, 100%. Yaxshi. Ya'ni men tikkanim hozir ko'rsataman sizlarga buni. Bunga tikdim. 31.5, ya'ni 35 dan baland bo'ladigan. Va mag'lubiyat bo'ldi. Finishim yaxshi, ajoyib. Va fatalize qo'ydim. Historiyaga qaytamiz. Yana g'alaba bolalar. Mana ko'rib turibsizlar. Futbolda qo'yganim va mana 2 marta Mortal Kombatga qo'ydik. Yana g'alaba. 31.5 dan baland bo'ladi. Bu yerda to'g'ri mana ko'ramiz. Ikkinchi raundda ko'rdinglarmi? Buni даже 43 ga o'tib ketibdi. 43 даже. Вообще natija bomba bo'lgan, bomba. Kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar, Telegram kanalimga o'tib bolalar. Mortal Kombat to'g'risida va futbol to'g'risida ham sizlarga ancha-muncha ma'lumot berib turaman. Va kutilayotgan natijalarni kutib qolamiz bolalar sizlardan. Kimga videolarim yoqayotgan bo'lsa bittadan like bolalar.